Noodatiy bo'lgan mana shunday koftichkani noldan boshlab andozalarini tayyorlab modellashni o'rganamiz. Bu modellashtirishimizni o'zini ozgina qonun qoidalari bor. Siz bilgan bilmagan sirlarni ham sizga o'rgataman. Hozirgi mavsumga bu fasonimiz juda ham mos keladi. Koftani xohlasangiz bundan oldingi darsimizda ko'rsatilgan palatsiya shimi bilan yoki yubka bilan xuddi shunday qilib tayyorlasangiz bo'ladi. Birinchi bo'lib koftamizni oldi tarafini, ya'ni andozasini tayyorlab olamiz. Bu andozalarni men qanday ko'rsatgan bo'lsam, xuddi shunday qilib tayyorlab olsangiz bo'ladi. Andozalarimiz 42-razmerdan 46-razmergacha to'g'ri keladi. Men oldin bu andozalarni Maryams metodi bilan tayyorlangan asos andozadan xuddi shunday qilib spushunni yeng andozasiga tayyorlab olganman. Ko'rib turgan raqamlaringiz bo'yicha har birini xuddi men ko'rsatgan bo'yicha chizib olsangiz, aytib o'tganimdek 46-razmergacha to'g'ri keladi. Ya'ni 42-razmerdan 46-razmergacha. Xuddi shu raqamlar bo'yicha endi biz orqa tarafini ham chizib olamiz. Orqa tarafda ham xuddi oldi tarafda ko'rsatgan bo'yimcha bir xilda qilib chizib olishingiz kerak bo'ladi. Orqa, oldi andozalarimizni oldin tayyorlab olamiz va uni biz keyin koftamizni fasoniga qarab modellashtirishni o'rganamiz. Mana shu raqamlarni adashtirib qo'ymaslik uchun albatta oldin o'zingizga konspekt qilib, mana shu to'liq sxemani o'zingizga chizib olishni unutmang. Andozalarimiz tayyor bo'lgandan keyin albatta qirqib, yelka va yonchoklarini tekshirib olamiz. Mana shunday to'g'ri kelishi kerak. Endi mana shu joyda bitta sirga yaxshilab ahamiyat berib turasizlar. Yuqorida aytgan bo'yimcha modellashtirishimiz bu yerda ozgina noodatiy. Yon taraflarni bir-birlariga qo'shib olishdan oldin oldi tarafga xuddi shunaqa yoylashtirib, yuqorisiga 34, yonidan 16 sm jildirib chizib olamiz va yon choklarini bir-birlariga skoch yordamida tutashtiramiz. Ko'rib turibsiz, orqa tarafdagi chokimiz oldiga o'tdi va pastki tarafini shunaqa formaga keltiramiz. Ya'ni oldinni yuqoriga ko'taramiz va orqa tarafimiz uzun holatda qoladi. Oldi tarafini yuqorisini 16 sm ga ko'tardim. Xohlasangiz bundan yuqori yoki bundan ozroq ham ko'tarishingiz mumkin. Andozamizni mana modellashtirib tayyorlab oldik. Ko'rib turibsiz, bu yerda koftichkamizni ham oldi tarafi yuqoriga ko'tarilgan va orqasi pastga tushib turibdi. Endi biz andozalarimizni, yelkalarni bir-birlariga xuddi shunday qilib, qo'shimcha yengni qanday qilib qo'shishni ham ko'rsatib beraman. Ko'rib turganingizdek, yenglarni xuddi shunday qilib to'g'ri davom ettirib ketsangiz bo'ladi. Xohlasangiz shu holatida yengini kalta holatda qoldirsangiz ham bo'ladi. Demak, spushunni yeng holatda siz xohlasangiz qoldirasiz yoki bo'lmasa shunday yengini to'g'ri holatida yoki bo'lmasa yana o'zingiz xohlagan modelda modellashtirib ulab olsangiz ham bo'ladi. Endi eng nozik joyga keldik. Oldi tarafga albatta xuddi shunaqa klin qo'shishimiz kerak bo'ladi. Ko'ryapsiz, o'rtasida 10 sm oldi o'rtasiga qo'shyapman. Bu nima uchun? Aynan mana shunaqa oldi tarafini zborka qilib yig'ib qo'yilgan. Siz bu mana shu pastki tarafini men ko'rsatgandek o'rtasidan bel bog'lik qilishingiz mumkin yoki rezinkaga tayyorlab olsangiz ham bo'ladi. Oldi o'rtasiga qo'shimcha 10 sm xuddi shunday klinni qo'shamiz va bu andozamizga yopishtiramiz. Andozamizga yopishtirib pastki tarafini to'g'ri qilib tekisdab qo'yamiz. Ya'ni oldi ko'tarilgan chiziqni davom ettiramiz. Shu bilan bizning andozamiz tayyor bo'ldi. Ko'rib turibsiz, andozalarimiz juda ham noodatiy, yonchoklari oldiga o'tgan va oldi o'rtasiga klin uchun qo'shimcha biz albatta qo'shishimiz kerak bo'ladi. Men bu yerda 10 sm qo'shdim. Endi mana shu andozani tabiiy siz kengaytirib, yana katta razmerlarga ham tayyorlashingiz mumkin. Yon tarafidan kerak bo'lsa 3, 5, 7, 8 sm, kerak bo'lsa 10 sm gacha qo'shsangiz bo'ladi. Demak, yelka chiziqlarimizni davomiy uzaytiramiz va yon chokiga, ro'ymasiga qo'shimcha qo'shasiz. Va shu bilan sizning andozangiz kengayadi. Uzunligini ham siz xohlagancha uzunlikda tayyorlab olsangiz bo'ladi. Bu foydali darslikni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'lib, like bosib izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Maryams Akademiya onlayn darsliklarini juda ham katta chegirmada Ramazon oyi ichi bemalol sotib olishingiz mumkin. Bu imkoniyatdan foydalanib qolish uchun plyus qoldiring.